Qarang, Rossiyadan kelibsiz. Qancha bo'ldi kelganingiz? 2 oy bo'ldi. Nima xaridga so'yapti sizni bu yerda? Xaridga so'ratilgan narsa bizda, masalan, Rossiyada bizda kraska pult bor и безвозвращенный краска pult deyiladi. Endi sizlarda kiyapmizda, sizlarda haligi Wagner deyapti-da. Nima Wagner? Tushunmayapman mana shu Wagner. Menga telefon qilishadi. Aka, Wagnerni buzilib qoldi, ko'rib bering, zapchasini topa olmayapman deyshadi. Keyin men uni bilaman-ku, Wagner emasligini. Qani rasmini tashlaychi desam, Xitoy apparatlarining rasmini tashlashadi. Voy, baraka topkurlar. Yomon tellatib orasizlar deb mana shu savollar bilan borib, voy, Wagner deb mana buni aytadi, mana. Mana yozuv bo'ladi, Wagner deb yozilgan yozuv bo'ladi. Shuni Wagner deydi. Ani bezvazdushli bo'lsa, Wagner bo'lib qolmaydi. Tushunolmaydi shuni, iltimos. Xullas, bezvazdushli sepadigan apparatlar Wagner bo'lmaydi. Bezvazdushli kraska pult desanglar to'g'ri keladi. Lekin Wagner demanglar. Wagner faqat mana Wagner yozug'i bo'ladi, keyin u Wagner bo'ladi. Keyin mana shu apparat bo'yicha savolinglar bo'lsa, beringlar. Boshqa apparatlarda uncha tajribam yo'q, shuning uchun uzr.